Bali yarashdimikin hozir? Yo'q, hammaga hello, sizlar bilan men Zotas. Bugun videomizda ishni saqlaymiz. Xullas qolinglar. Men shahardan Ronaldoning kiyimini buyurtma qildirgan edim. Butsalarigacha kelibdi. Ko'ryapsizlarmi? Qanday zo'r narsalar buyurtma qildim. Bir ko'chaga chiqib kelaylikchi. Xo'p, chiqamiz. Voy, qo'rqib yuribman. Do'stlar, kommentariyada 0 dan 10, 1 dan 10 gachalik bahoda qoldiringlar. Xo'p, bu kim bo'ldi? Salom. Sen nima? Ronaldoning fanatisan? Salom, siz Messi fanmisiz? Ha, men Messi fanman. Nimaga? Yo, WhatsApp bro, qalaysiz? Bu qishloqda nima qilyapsiz? Bilasizmi, Ronaldo juda zo'r o'ynaydi. Nosik ko'rganmisiz? Yosh bola, yoshsiz ko'rinishingizdan. Salomni qaranglar. Sizga to'g'risini aytsam, xafa bo'lmayman. Orqangizga qilingchi. Bitta orqangizga qiling. Messi fanat ekansiz. Sizga bir gap aytaman, xafa bo'lmayman. Ronaldo zo'r emas, albatta. Ronaldo eng zo'ri. Ronaldo zo'r emas. Tushundingiz? Yo'q, Messi eng nimasi loyi, Ronaldo eng zo'ri. Xohlasangiz garro o'ynaymiz. Urmang. Kim bo'lsangiz ham. Hozir bunga kim qani hozir meni obunachilarim bor, o'shalardan so'rab ko'ramiz. Ronaldo zo'rmi, Messimi? Ko'ramiz. Mana shunga uranda. Uravermang, men sizni bitta qoljon. Bitta qol. Urmang, iltimos. Xullas, qani ko'ramiz. Kim obunachilari ko'p ekan. Do'stlar, qaysi nimaning fanati ko'p? Kommentariyada kim ko'p ovoz yig'ar ekan? Ronaldo bo'lsa Ronaldo, Messi bo'lsa Messi. Hamma kommentariyada yozib qoldirsin. Qishloqlardan ham so'raymiz. Unga ko'rsatib qo'yamiz. Xo'pmi? Yozinglar.